Diqqat! Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich haqida erta tongdan xabarlar tarqaldi. Bugun ketdi, jo'nab ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga tashrif buyuradi. 2 kunlik safar davomida joylarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa sohalardagi loyihalar bilan tanishish, yangilarini ishga tushirish rejalashtirilgan. Shuningdek, davlatimiz rahbari Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha navbatdagi ustuvor vazifalar yuzasidan yig'ilish ham o'tkazadi, deyiladi xabarda.